Рабочий год, но не более 56 дней. Если у вас отпуск предоставляется за 2 и более года, то это количество может и превышаться. Имейте в виду. Не обязательно там 56, у вас может быть и 100, и 150, теперь уже ограничение нет. 27gacha bo'lgan. Harbiy xizmatga bormagan, berma yoki musulmonlarga harbiy xizmat muqobil o'tmagan va o'sha harbiy ro'yxatda turgan chaqiruvchilar sanaladi. Chaqiruvchi harbiy xizmatga majburlar va harbiy xizmatga majburlarimiz 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'ladi. Agar ular ofitser bo'lmasa. Teruvdi. Endi bossasiz oxirida. Aha, endi o'ngga buring. Yo'q, bo'lmadi. Sochsa yoki kelmadi vaqtida, yoki svetili o'chib qoldi, yoki оборудование buzilib qoldi. Ana shunaqa holatda xodimlar просто так без содержания yubormaysalar, mumkin emas-ku, to'g'rimi? Nimaga mumkin emas? Chunki без содержания, ya'ni ish haqi saqlamagan ta'tilimiz faqat ikkala taraf kelishsagina mumkin. To'g'rimi? Bizda nima bo'ldi? Karantinda hammani majburiy ravishda otryadiga без содержания yuborildi. Без содержания 3 oygacha mumkin. 3 oy tugagandan keyin hamma telefon qilib to'polon ko'tarib, 3 oy o'tib ketdi, mehnat ta'tillarini ham berib bo'ldik, endi nima qilaylik deyishmoqda. Mana shunaqa vaziyatlarni agar o'zingizlar jamoa shartnomalarga yozib qo'ysanglar, kategoriya, ya'ni xodimlarning lavozimlari toifasi. Buning ichida 5 tagina toifa bor. O'zimizcha o'ylab topmaymiz, ishchi, yo bo'lmasam deylik, boshqacha bir auditlarga borganda shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Ishchi, ishlab chiqaruvchi, yo yana bir nimani o'ylab topishadi. 5 ta toifa bor. Mana shu shtat jadvalimizda, mana shu kategoriya